Xo'p, qarang, sizda hozir 23 yoshdasiz. Tutqanoq xurujlarni qarang. Biz nima qildik? Sizda hozir tutqanoq xurujlarining guruhlari bor. Birinchisi bu strukturniy epilepsiya yoki simptomatik epilepsiya deydi, ya'ni boshdagi chandiq, boshdagi qotgan gematoma hisobiga, xullas boshdagi qanaqadir o'zgarish sizni tutqanoqqa olib kelgan. Sizning holatingiz ko'proq fokal degani boshni bir tomonga ishtirok etib, ikkinchi tomonga o'tmaydi. Ya'ni siz to'liq hushni yo'qotmasligingiz ham mumkin. Ayrim paytda ikkinchi tomonga tarqasa hushni yo'qotishingiz mumkin. Endi e'tibor bering, mana siz MRTingiz mana qarang. Miyani mana o'ng tarafida qarang, mana bu. O'ng tarafi, o'ng chakka sohida bu yerda bu operatsiyaning o'rni qarang, mana bu yerda bo'shliq o'xshab ko'rinib qolgan. Qarang mana bunga, ko'rdingizmi? Bu bo'shliqqa o'xshab ko'rinib qolgan joyi sizda o'sha oldin yiqilganman dedingiz-ku. Gematoma bo'lgan, qon bu yig'ilgan. Vaqtida bilan borib o'sha operatsiya qilingandan keyin o'rtada mana bu joy qolgan, operatsiyadan keyingi joy. Endi operatsiyadan keyingi asoratlar tufayli sizda xuruj paydo bo'lgan. Hozir men egingizni ko'rdim, nimangizni ko'rdim. Hozir qancha muddatdan beri xuruj bo'lmayapsiz? 1,5 yil, 1 yil bo'ldimi? 1 yildan oshdi xuruj bo'lmayotganingizga. Endi qarang, buni qanaqa davolaymiz? Bu miyada araxidonli kista ham bor. Kistaning aloqasi yo'q sizda xuruj bo'lishiga. Hozir men sizga bir dona dori yozdim. Hech qanaqa qimmat ukol, qimmat kapelnitsa, qanaqadir 100 ta narsa kerak emas. Mana bu yerda ukol qilish, boshqa qilish yoki beldan azon yuborish sizning kasalligingizni davolamaydi. O'zining protokollari bor, o'sha protokol bo'yicha davolasa yaxshi bo'lasiz. Xuruj siz aytayotgan narsa bu aura, xurujda xabarchisi. Qo'rqib ketaman, vahima boshlanib qoladi dedingiz, bu xurujda xabarchisi men holat. Bo'ldi, xudo xolasa yaxshi bo'lasiz.